o'quvchilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Demak, bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz o'zbek tiliga, ona tilimiz bo'lmish o'zbek tiliga davlat tili maqom berilganining 36 yilligiga bag'ishlanadi. Demak, biz har doim sizga o'qitilganidek sof o'zbek tilida gapirishga harakat qilishimiz kerak. Men sizga o'tgan darsda ona tilimizni madh etuvchi she'rlardan yodlab kelishni vazifa sifatida topshirgandim. Xo'sh, kimlar yodlab keldi? Yaxshi, juda ham yaxshi, ko'pchilik yodlabdi. Qani Durdona, sen boshlab berchi? Abdulla Oripov. Ona tilim she'ri. Ming yillarki bulbul kalomi, o'zgarmaydi aqli hamisha. Ammo sho'rlik to'tining holi o'zgalarga taqlid hamisha. Ona tilim, sen borsan shaksiz. Bulbul kuyin she'rga solaman, sen yo'qolgan kuning shubhasiz, men ham to'ti bo'lib qolaman. Barakalla. Yaxshi. Bo'lmasa sen bugun dejursan. Dejur emas, navbatchilar. O'qituvchimiz aytdilar, sof o'zbek tilida gapiringlar deb-ku. Hamma bugun navbatchi. Vaalaykum assalom bolam. Yaxshi o'qitdingizmi? Yaxshi, rahmat. Mening qornim och qoldi. Yeyishga nimadir bormi? Xolodilnikni ochsang, senga ovqat olib qo'yaman. Shuni isitib yeb olgin. Oyi, xolodilnik emas, sovuq kech bo'ladi. Bugun bir darsda, ona tili darsida o'zbek tilim, sof tilim mavzusida yaxshi ramon gaplashishni o'rganamiz deyishdi ustozlarimiz. To'g'ri aytasan. O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir.